Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Sizlarga bitta qiziq narsani ko'rsatmoqchiman. Hozirgina chat GPT bilan gaplashdim. O'shani ko'rsatmoqchiman. Unga qalaysan deb yozdim. Salom degani ham yo'q. Qalaysan dedim. Buni sababi, masalan, salom desam, chat GPT men musulmon deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun qalaysan dedim. Salom, yaxshiman, rahmat so'raganing uchun. Sen qalaysan deb yozdi. Yaxshiman, senga savolim bor. Zo'r. Qanday savol? Aytchi, birga ko'rib chiqamiz deb yozdi. Aytaylik, men dinsizman va menga bitta dinni ayt. Tafsilotlar kerak emas va men sen aytgan dinni qabul qilaman. Qaysi dinni qabul qilay deb savol berdim. U shunday javob berdiki, qarang. Agar men inson bo'lganimda va faqat bitta dinni tanlashim kerak bo'lsa, men islomni tanlardim deb yozdi. Ko'rdinglar?